Saudiya Arabiston Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashida Xitoyning Sharqi Turkistondagi siyosatlarini qo'llagan maktubga qo'ygan imzosini oqladi. O'tgan hafta G'arb ellari va Yaponiyadan tashkil topgan 22 davlat Xitoyning Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan va 1 milliondan ortiq Uyg'urlarni qamab qo'ygan yig'ilish lagerlarining darhol taqilishi va Uyg'urlarning qo'yib berilishi talab qilingan bir maktubga imzo qo'ygan edi. Orqadan Saudiya Arabiston, Misr va Paris qo'ltig'i davlatlardan tashkil topgan 37 davlat Xitoyni qo'llab o'rtaq imzoliq maktub e'lon qildi. Saudiya Arabistonning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Abdullah al-Muallimi Nyu-Yorkda muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga javob berganda, maktubda faqat Xitoyning taraqqiyot siyosati haqida to'xtalgan, boshqa bir masala bilan munosabati yo'q deyish orqali o'zlarini oqladi. Xitoy Mudofaa Ministrligi Xitoyning Sharqi dengizda manevr o'tkazadiganligini e'lon qildi. Bayonotda manevrning qachon o'tkaziladiganligi aytilmadi. Lekin bu Tayvan masalasi jiddiylashayotgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Amerika hukumatı 8-iyun Tayvanga 2 milliard dollar qimmatida qurol setib berish qaroriga imzo qo'ygandan keyin Xitoy buningga qattiq norozilik bildirgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang Amerikaning Tayvanga qurol setish orqali Xitoyda ishga urush chiqarishni maqsad qilganligini ayblagan edi. Geng Shuang yana Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenning Amerikada 4 kun turishiga norozilik bildirgan. İran İnqilob muhofizatchilari armiyasi Hormuz bo'g'izida Angliyaga tava bir neft paraxotini musodir qilganligini e'lon qildi. Portga elib kelingan paraxotning rasmiyatlari tekshirilib bo'g'icha tutib turilganligini bildirdi. O paraxotga tava shirkat bo'lsa, paraxotga noma'lum kishilarning va bir tikuchar aeroplanning yiqilishganligini, paraxot bilan aloqasining uzilib qolganligini bildirdi. Angliyaga tava neft paraxotining Iran portiga elib berilganligi va qonuniy rasmiyatlari o'tilayotganligi ma'lum. Şunun bilan birga Iranning Hormuz bo'g'izida Angliyaga tava yana bir paraxotga daxl qilinganligi mo'ljallanmoqda. Amerika prezidenti Donald Trumpning Turkiya va S-400 masalasini muzokara qilish uchun nopuzliq Cumhuriyetçi Kengash palata a'zolarini Oqsaroyga taklif qilganligi bildirildi. Washington Posti gazetida e'lon qilgan va bu o'rinlashtirishga qatnashgan ikki amaldordan naql qilingan xabarda ko'rishning payshanba kuni soat 16 ga planlanganligi ilgari surildi. Xabarda taklifnomaning bir ko'paytirilgan nusxasiga erishganligi, buningda prezident Trumpning Turkiya haqida degan so'zlarning yozilganligi o'tirg'i qo'yildi. Xitoyning Hong Kong alayda ma'mur rayonida jinoyatchilarning Xitoyga qaytarib berilishi haqidagi qonun loyihasiga qarshi namoyishlarda qonun turg'izish mahkamasiga besib kirgan bir turkum namoyishchilarning Tayvanda panohlanganligi o'tirg'i qo'yildi. Hong Kong erkinlik gazetining xabar qilishicha, qaytarib berish qonun loyihasining butunlay amaldan qoldirilishi uchun 1-iyun elib berilgan namoyishlarda qonun turg'izish mahkamasiga besib kirgan va moddiy ziyon keltirib chiqargan 30 dan ortiq kishi adil bo'lmagan shikoyatdan qochib Tayvanga ketgan. Xabarda ilgari surilishicha, Tayvanga yetib borganlarning ko'pinchisi o'quvchilar bo'lib, ba'zilari Tayvandan uzun muddatli viza yoki panohlik talab qilishni planlagan. O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi 2019-yili 2020-yili o'qish yilida to'liq kurs o'qimoqchi bo'lgan chet ellik o'quvchilarga imtihonni bekor qilganligi e'lon qilindi. Buningga asosan chet ellik o'quvchilar imtihonga qatnashmaydi. 100 dirani ko'rishga asosan qabul qilinadi. Shuning bilan birga chet ellik o'quvchilar o'z irodasi bo'yicha ruscha yoki o'zbekcha dars ola oladi. Diniy va fanniy darslar oldingi qatordagi professorlar tomonidan o'tiladi.